Hammaga kattakon salom qizlar. Yaxshimisizlar? Tuzukmisizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Umid qilamanki, hammasi yaxshi sizlarda. Menda ham hammasi yaxshi. O'rtada ozgina pauza qildim, videolar olmadim. Buni o'ziga yarasha sabablari bor. Kim Instagramda kuzatsa, buni sababini allaqachon biladi. Bahorda inshaalloh oilamiz kattalashadi, ko'payishamiz va shuni sababidan O'zbekistondan yaqinda pochta oldim. Bu pochtalarni birgalikda ko'rib chiqamiz, chunki biz bebiga o'sha narsalar yig'ishni boshlaganman. Qani ketdik. Buni orasida Muhammad Rasulam quruq qolmagan. Bu jonisi shunaqa katta qilib podarka jo'natib yuboribdilar. Kerak emas oyijon desam ham, shirinliklardan iborat bo'lgan sovg'a. Lekin baribir ko'nglari bo'lmasdan, bolam shu yerda bo'lganda shu yerda yer dedi. Shirinlik ko'p bermasam ham, lekin mayli deb sovg'ani qabul qilib oldik. Endi buni ko'ramiz. Nima bor ekan? Qanaqa strechlangan, ustiga Surayyo deb yozib, hammasini ustiga Surayyo deb yozib tashlaganlar. Kargoda yozganmi bilmayman. Qani buni endi ochamiz. Oho, har yili mana shunaqa sovg'a jo'natadilar. Muhammad Rasullikda Muhammad Rasulga olib qo'yadilar. Biz chet elda yashashimizga, Koreyada yashashimizga qaramasdan, mana shu narsa juda ham og'ir bo'lib ketadi. Kargoga bekorga kilosiga 10-12 dollardan pul to'laysiz oyijon desam ham, lekin baribir jo'natibdilar. Bu yerda mana dorilarim ham bor orasida, o'zim zakaz qilgan narsalar. Undan tashqari shunaqa sovg'a. Buning ichida demak barli bor ekan, soklar, milenium, shokoladlar. Bularni-ku yeymiz. Bunaqa snekerslar, bunaqa tuxumlar. Mani bolam to'g'risi yemaydi. 3,5 yil davomida bir marta olib berdim. Keyin bular ham juda ham shirali deb hisoblaganim uchun ishtahasini bo'g'adi va bunaqa mahsulotlarni o'sha yeyishni boshlaganda farzandimni qanaqa o'zgarishini, xulqida, o'zini tutishida, ratsionida juda ham katta o'zgarishlar bo'ladi. O'shaning uchun ham men ozgina qattiqroq onalar turiga kiraman, bermayman bunaqa narsalar. Lekin mana bunaqa qora shokoladlar bu qaramas ekan, yesa bo'ladi. Orolida berib turaman. Juda ham qattiq o'sha umuman qo'yaman degani emas. Bu yerda ham plitkalar bor ekan. Xullas bu Muhammad Rasulga. Ukasi bahonasida Muhammad Rasul ham maza qiladigan bo'ldi. Bu yerda yana bitta paket chaqaloqga. Bu yerda chilla kiyimlar. Bitta narsani aytib ketishim kerak qizlar. Men masalan bolaga juda ham ko'p kiyim olib, kiygizish tarafdori emasman. Shuning uchun Muhammad Rasulga ham tug'ilgan paytida juda ham minimal narsalar qildirganman. Ko'p narsani kesib tashlaganmiz. Bitta kolyaskada bolamni katta qilganman. O'sha paytda chilla kiyimlar rosa kerak bo'ladi. Keyingi bolalaringizga ham deyishgani uchungina olib qo'yganman chilla kiyimni. Atar men narsa yig'mayman odatda. Meni yaqindan tanigan odamlar biladi, o'sha narsani ishlatib bo'lib yoki oxirigacha ishlatib keyin uni tashlab yuboraman, yokida ishlatib bo'lgandan keyin menga kichkina kelib qolsa yokida vaqti o'tsa, u narsaga ehtiyojim bo'lmasa, bu narsani tarqatib yuborish kerak deb berib yuboraman, uyimda saqlamayman. Muhammad Rasuldan qolgan unaqa chilla kiyimlar bo'lgan. Buni ojonni tavsiyalari, yana bir ikkita odam tavsiyasi bilan o'sha paytda olib qo'yganman. Hammasini yuvib, mana bunaqa dazmollab, keyingi farzandimga ham kiyg'izib yuboraman shularni deb ojondan o'zim so'rab oldim. Bitta ham shunaqa, hammasi bunaqa rastoshonkalar O'zbekistonda o'zidan olingan. Meni onam masalan Muhammad Rasul tug'ilganida bunaqa 50 sidra, 100 sidra qilib sarpala qilmaganlar. Va men bu narsani o'zim xohlaganman, bu narsani o'zim aytganman. Menga kerak emas. Qilmang, bola yoshiga to'lganda, o'sha katta bo'lgan sari eng kerakli narsalari olib beriladi. Hozirdan kerak emas 3 yoshli bolani kiyimini qilib yokida yana ko'p o'yinchoqlar qilib. Xullas, keyinchalik ishlatiladigan narsalarni hozirdan qilish keragi yo'q deb deyarli hech narsa qildirmaganman. Plyonkalar jo'natibdilar, har xil. Koreyadan ham olaman hali kerak bo'lganlarini, lekin hozir o'g'il bola, qiz bola qilib, bunaqa aralash qilib jo'natibdilar. Ikkalasiga ham ishlatsa bo'ladigan qilib. Ko'kidan ham bor, pushtidan ham bor. Buni o'zim so'rab oldim. Buni bilsa kerak, odamlar ichi plyonkali. Hozir juda ham zamonaviylari chiqib ketgan. Bunaqa ichiga plyonka qilib tikib, ustiga material qilib tikmasdan ham shunchaki magazindan sotuvsi bo'ladi. Qaysiki materialni o'zi shunaqa suv shimmaydigan. Lekin Muhammad Rasulda men shunaqalardan ishlatib ko'rganimda menga umuman yoqmagan, eplolmagan, ishlata olmaganman va oyijonga mana shunaqa doim tiktirtirardim. Ichiga plyonka, ustiga material qilib tikib bersalar, masalan o'sha kiyintirayotganda, cho'miltirib chiqqandan keyin masalan tegini almashtirayotganda, pamperslarini tozalayotganda ishlatishga juda ham qulay. Chunki material shim oladi, hech qayerga pipilari oqib ketmaydi. Keyingi yana bitta setka, sumka, bitta bolaga kiyimlar bo'lish kerak. O'zbekistondan ozgina narsa aytdim. Kerak emas deyishimga qaramasdan kir sovunlargacha jo'natganlar.
ko'p qilib jo'natmoqchi edilar, kerak emas bir sovunlarim bor desa, Koreyada bor desam ham baribir ko'ngillari bo'lmasdan yashab ko'rmaganlaridan keyin aniq bilmaydilar, o'shaning uchun ham har doim narsa ilinadilar. Bittadan qimmatga sotib olmaylar deb, chunki Koreya qimmat deganimiz uchun hamma narsani qimmat deb o'ylashadi va bizga hayot bu yerda qiyin deb o'ylashadi. Muhammad Rasulga ishton etildilar. Nima bolamga bitta qo'shib yubordim, u ham qo'yni qolmasin deb. Hammasi nimaga, bolaga kiyimlar. Lekin aytganimdek, bu yerdan Koreyadan ham hali sotib olaman, boshqa davlatlardan ham, Amerika, Turkiyalardan ham aytganman. Hozir onlayn shoplar ko'p-ku, qizlar zakaz qilsa birpasda yetib keladi. Undan tashqari o'rtoqlarim, tanishlarim ham bor, qaysiki o'sha har xil davlatlardan zakazlar qilishni O'zbekistonda ham o'rgatadi-ku saytlardan. O'rgatishyapti. Shu qizlarga aytsam ham, masalan, tanishlarimga ular ham birpasda zakaz qilib berishadi. Bu yerda demayman, shapchikalar bolaga keyin o'zlari xohlab so'leychalar oldilar. Shu kuni magazinga kirib aylanganlarida biz birga tanladik. Men bilan gaplashayotgandilar. Qiz bolalar narsalarini ko'rib, bu yerda ham shapchikalar, sezonga qarab, noskilar, aytmagan narsalarimni ham tiqib olganlar. Boji. Bu yerda ham boji. Demak, bu yerda hammasi bojilar ekan. Romperlar bilan bojilar. Lekin hali koreyskilardan ham olaman. Rangi ham chiroyli. Qidrol oyliklarda kiyish ekan. Buni ham buncha rangi chiroyli, qaranglar. Shirin bo'ladi qizlar narsasi. Vishilkada yana unaqa jetskilar. Yana aytaman, bu narsalarni hech qaysini mani onam qilib jo'natmaganlar. Mabodo kimdir voy qizidan qutulmas ekanda, onalar deb o'ylamaslik uchun buni qaynonamlar oyijon jo'natganlar. Oyijonga o'zim zakaz qilganman. Bu yerda ishtonchalar. Buncha shirin. Qanday xudo xohlasa bunaqa shirin hidlar to'ladi uyga. Chaqaloq hidi shirin bo'ladi-ku. Bitta ham maqaronlar, rozvinki. Endi bularni materialini bilmaganim uchun har xil joylardan aralashtirib aytmoqman va o'sha koreyaniki bilan aralashtirib, chunki hali baribir 6 oy bola birpasda katta bo'ladi, 1 yoshgacha baribir aralashtirib kiyadi. Shu chilla payti tez o'tib ketardi faqat. Bu yerda yana boshqa sumka. Bu yerda o'zimning eski narsalarim, qaysiki Muhammad Rasulda ishlatganman bu narsalarni va hammasini yuvib, chiroyli qilib tashlab kelgan edim. Jetskilar Muhammad Rasuldan qolib ketgan jetskilar. Lekin ko'p narsasini shunday ham tarqatib olib berib yuborganimdaki, mana shunaqa qanaqadir 10 tacha narsa qolib ketgan bo'lishi mumkin. Kichkina sandiqchasida o'sha narsalarini demak qaytarib o'sha oyijonga yetib yangi narsalar bilan oldim, chunki bu yerda ishlatib boraman va shu Koreyada hammasi qolib ketadi. Hozir ham shunaqa Muhammad Rasullar nimadir kichkina kelib qoladigan bo'lsa, uni olib qo'yib yuvib taratmasdan yo'q, berib boraman yoki bu yerda ayniqsa mana shu ko'chalarda har xil bunaqa temir ular bor, qutilar bor, o'sha yerga bemalol tashlab ketsa bo'ladi. Materialli narsalarni Koreyada shunaqa. O'shaning uchun masalan nimadir ortiqcha narsa bo'ladigan bo'lsa, lattali narsalar, o'sha materialli narsalar o'sha yerga har doim olib borib tashlab kelamiz. Shunda uyda ko'p narsa ham yig'ilmaydi. Koreya musulmon davlat bo'lmagani bilan menga eng yoqadigan tomonlardan bittasi, odamlar doim narsani bu yerda bo'lishadi. Ya'ni o'zi ishlatmagan narsani boshqaga berib yuboradi, tekinga berib yuboradi. Yaxshi narsalarni ham tekinga olsa bo'ladi bu yerda. To'g'ri ishlatilgan BU bo'ladi. Lekin masalan menga nima tomoni yoqadi? Menga tekinga olish emas, menga o'sha narsani koreyslarning odati yoqadi. Ya'ni ishlatib bo'lgandan keyin u narsani uyga qo'yib qo'yib, uyni band qilishmasdan eski narsalarni yoki o'sha ko'p narsa yig'sa bo'g'iladi-yu odam, bilasizlar, masalan joyinglar band bo'ladi. Bir xillarda masalan katta podvallar yoki mana shunaqa katta xonalar, shkaflar juda ham eski yoki yillar davomida yig'ilgan narsalar bilan to'lib yotgan bo'ladi. Mana shu narsalar meni juda ham bo'g'adi. Menda bunaqa odat yo'q desam ham bo'ladi, chunki уже deyarli 10 yil bo'ldi. 10 yildan beri nima musofirchilikda bo'lsam, har doim shu chimodan bilan, bugungi narsalarim bilan, mana shu eng yaqin vaqtda kerak bo'ladigan narsalarim bilan nima yashashga, yurishga o'rganganman va bu juda ham qulay. Ya'ni bu dunyoda o'zi aytiladi-ku, musofirda yashash kerak deb. Bandaj Muhammad Rasulda olganim, oyijon olib bergandilar o'sha paytda. Lekin o'sha nima vaqt o'zida ishlatganman va yuvib, buni ham akkuratni qilib olib qo'ygan edim. Urinmabdi. Oyijon o'sha kuni aytuvdilar, men yangisini olsam kerak desam, yengida turgan ekan, Surayyo dedilar, 3 ta qavatli mana shunaqa bandaj. Men lekin qayerdan olganlarini bilmayman. Muhammad Rasulda turganimda qorningiz chiqib ketmasin deb sirazi olib kelib, nima qo'limga bergan edilar, buni ishlatishni boshlagan o'zi deb. Bunda ham to'la narsa, nima to'la emas, yarim. Bu yengil ekan, hammasi pijamada. Bizda bahor oylariga to'g'ri kelgani uchun Koreyada ham ozginadan keyin isib ketishni boshlaydi. Bunaqa yengil uzun pijamalardan ko'ra kaltalari ham kerak bo'ladi. O'shaning uchun o'zimga har xil pijamalar aytganman. 5 dan 6 ta bo'lishi kerak. Bu lekin yengil uzun, mana shunaqa troyka edi. Yengil kaltasi. Bitta ham shunaqa shortki, nima? Yengil kalta.
issiq vaqtga mo'ljallangan pijama. Bu bo'lsa yengi uzun bo'lishi kerak. Bu ham yengi uzun, troyka bu ham. Ichida lampochkasi bor va ustida anosi bor. Bu yeng kalta bo'lishi kerak. Biz mana shuni ochamiz endi. Ha, aytdim-ku, mana yengi kalta. Materiali ham yaxshi ekan. Turetskiy, adashmasam, ili turetskiy, ili nima kitayskiy. Chunki men bu narsani O'zbekistondan oldim. Bu yerdan turib Xitoydan, nima AliExpress, Alibabadan yoki Sheindan zakaz qilmadim. Sheindan meni xo'jayinim hozir zakaz qildirmaydilar. O'shaning uchun ham O'zbekistondan olish menga ozgina qulayroq bo'ldi. To'g'ri, dastavkasi bor. Nima olib keltirishim kerak Koreyaga, lekin bu narsa muammo emas. Kiloti bor. Mana teskarisi ekan. O'zi bilan kilot. Qarang, 3 ta ekan bu ham. Troyka ekan, shortiga ham bor. Ya'ni faslga moslab nima qilib kiysa bo'ladi. O'shani ham yaxshi ko'rib, videoda ko'rib yaxshi ko'rgan edim. Materiali ham yaxshi, badanga yoqimli. Bu dvoyka bo'lishi kerak. Ishtoni, lekin bu menimcha menga katta. Menga katta. Menga точно katta. Ama razmerini aytmabdilar. Ba'zida shunaqa ham narsa bo'ladi, mayli. Materiali yaxshi, naqalari yaxshi, ranglari hamma narsasi yoqdi, lekin razmer katta. Shunaqa narsasi bor-da, mayli. Olaman boshqa. Jalq emas. O'zimga kelganda. Xullas, bunisi bor, bunisi bor, bunisi bor, mana bitta yana bittasi bor. Qolisi yana narsalar yig'ishda davom etyapman. Men o'zim yangi narsalar kelsa O'zbekistondan yoki Koreyadan nimalar olganimni, qanaqa radom sumkalar qilganimni inshaalloh sizlar bilan albatta bo'lishaman. Chunki bu narsa kerak deb o'ylayman. Men ham birinchi farzandimda YouTubedan, TikTokdan qarab radom sumkalar qilgan edim. Aynan ikkita katta sumkalarda, lekin narsalardan 25% ni 30% ni ishlatganman. Juda ham ko'p qismi qolib ketgan. Ko'p narsani ishlatmaganman va radomda kerak ham bo'lmagan. Endi bu safar sal aqlliroq bo'lib, radomga faqat eng kerakli narsalarni yig'moqchiman. Kuzatishda davom etamiz. Hammanglarga xayrli kun. O'zinglarni ehtiyot qilinglar.